Hozir ushbu videoni hamma bir-biriga, tanishlariga hazil ma'nosida jin kirgan Ariston deya tashlashyapti. Buni hazil ekanligini ko'pchilik tushunyapti, lekin 10%, 5% kimsalar rostdan jin kirganmi deya savol bilan murojaat qilishyapti. Ariston mutaxassisi sifatida ushbu videoga ozgina izoh bildirib o'taman. Jin kirmaydi, to'g'ri tushuninglar, o'sha 5%, 10% ishonuvchan kimsalar. Qanaqa jin kiradi? Bu prosta o'sha Aristonda bosim ko'p kirayotganligi yoki bo'lmasa qaysidir o'sha semisitilda salniga o'lganligiga o'sha vibratsiya berib ishlayotganini hisobiga, bosim ko'pligini hisobiga mana shunaqa holat kuzatilyapti. Buni qo'ygan kimsalar, o'sha o'rnatganlar shunaqa holatni ko'rib, hazil ma'nosida videoga olishgan. O'shaning uchun to'g'ri ma'noda qabul qilasizlar. Videoni mana oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kayfiyatni ko'tarib, xursand bo'lib kulib chiqib ketasizlar. Hech qanaqa jin-pin kirish unaqa narsa bo'lmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Keyin Toshkent shahar bo'ylab kimga Aristonlarni remont qilish, o'rnatib berish, tozalash xizmatlari kerak bo'lsa, yo'q kontur yo'llarida ham qanaqa xizmatlari, tozalashmi, remont qilishmi xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilasizlar. Qo'ng'iroq qilgan kunlaring borib chiroyli xizmat ko'rsatib beramiz. Salomat bo'lasiz.